Faridim, farishtam dedi, kuldimu ketdim. Faridim, farishtam dedi, kuldimu ketdim. Men seni hech kimga alishman dedi, kuldimu ketdim. Men seni hech kimga alishman dedi, kuldimu ketdim. Sensiz dunyolarga yarashmam dedi, kuldimu ketdim. Faridim, farishtam dedi, kuldimu ketdim. Faridim, farishtam dedi, kuldimu ketdim. Faridim, farishtam dedi, kuldimu ketdim. Assalomu alaykum. Qadrli tomoshabin do'stlar. Biz sizlar bilan yangi yilda, mustahkam oila yilida san'at koshonamizda diydor ko'rishib turganimizdan behad xursandmiz. Kechamizga xush kelibsiz. Mana aziz do'stlar, bir necha sanoqli kunlardan so'ng biz ayollarimizning muborak ayyomlarini bayram qilamiz. Kechamiz ishtirokchilari nomidan sizlarni yaqinlashib kelayotgan 8-mart bayramingiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Aziz do'stlar, bugungi kechamiz o'zgacha. Buyuk shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kuni munosabati bilan she'riyat va qo'shiq kechasi deb nomlangan. Men hozir sahnaga katta hurmat bilan O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Saidni taklif etaman. Assalomu alaykum muhtaram do'stlar, aziz mehmonlar. Barchangizni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nomidan, adabiy jamoatchilik, shoir yozuvchilarimiz nomidan ulug' ajdodimiz, ulug' sarkarda va ulug' shoir Hazrat Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludlari sanasi bilan chin dildan muborakbod etamiz. Hazrati Bobur qisqa bo'lsa-da juda ham sermazmun, juda ham shiddatli, juda ham matonatlarga boy, jasoratlarga to'liq bir umrni boshdan kechirdilarki, bu mana necha asrlardan buyon u kishining, u zot-u sharifning avlodlari biz bilan sizga, farzandlarimizga juda ham buyuk ibrat maktabi bo'lib kelayotir. U kishining farzandlari Gulbadam begim, ajdodlari Zebuniso begimlarning an'analarini bugungi she'riyatimizda davom ettirayotgan elaro mashhur shoiramiz Farida xonimning she'r va qo'shiq kechasi bugun aynan shu tavallud sanasiga to'g'ri kelishi ham ramziy ma'nolarga ega. Demak, vatan, yana vatan deymiz. She'rimiz vatan haqida. Chamandirsan chamandan tashqarida, chamanlar bari sandan tashqarida. Maning jonim sanay sarvi dilaro, maning jonim badandan tashqarida. Labu xalu xating berkim, labu xalu xating berkim, na topgum yurib bu anjumandan tashqarida. Muhabbat jon bilan ko'ngil fanidir, muhabbat jon bilan ko'ngil fanidir. Nadir holing bu jondan tashqarida. Niholik ezgulik bog'iga inson, niholik ezgulik bog'iga inson, yuribsan to kafandan tashqarida. O'zingdan ichkari kir, dilga kirgil, na bordir jon vatandan tashqarida. Vatan ichra safarlar ayla ey dil, vatan bo'lmas vatandan tashqarida, vatan bo'lmas
vatandan tashqarida. Muborak bo'lsin ayyomlarimiz. Aziz do'stlar, siz bu oqshom so'z zargari, asl shoira Farida Afruz bilan uchrashasiz. Kecha davomida siz uning so'zlari, she'rlarini tinglaysiz va xonandalarimiz ijrosida uning she'rlari bilan aytiladigan qo'shiqlarni tinglab tomosha qilasiz. Farida Afruz shoirlar makoni bo'lmish Qo'qon shahrida tavallud topgan. U 10-o'rta maktabda ta'lim olgan. Muqimiy nomidagi Qo'qon pedagogika oliygohida o'qigan. 1996-yildan boshlab O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi. 1999-yili O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga binoan Shuhrat medali va 2001-yilda esa Mustaqillikning 10 yilligi medali bilan taqdirlangan. Hozirda Farida Afruz Records studiyasining bosh direktori lavozimida xizmat qilib kelmoqda. Oilalik, 3 farzandi bor. Shu kungacha Farida Afruzning 9 ta she'riy kitobi chop etilgan. Uning she'rlari rus, ingliz, nemis, fors, turk, ozarbayjon, uyg'ur, koreys, gagavuz tillariga tarjima qilingan. 150 ga yaqin she'rlarini 60 nafardan ortiq xonandalar qo'shiq qilib kuylab kelishadi. Aziz do'stlar, bugun biz dasturimizga ana shu qo'shiqlarning eng sarasini tanlab olganmiz. Keling, kechamizni bir qo'shiqdan boshlasak. Sahnaga estrada xonandasi Dildora Niyozovani taklif etamiz. Faridim, farishtam dedi, kuldimu ketdim. Faridim, farishtam dedi, kuldimu ketdim. Men seni hech kimga alishman dedi, kuldimu ketdim. Men seni hech kimga alishman dedi. Sensiz dunyolarga yarashmam dedi. Kuldimu ketdim. Faridim, farishtam 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 dedi, kuldimu ketdim. Faridim, farishtam dedi, kuldimu ketdim. Men seni hech kimga alishman dedi, kuldimu ketdim. Men seni hech kimga alishman
dedi, güldüm ketdim. La 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 la. Aziz do'stlar, kutib oling, suyukli shoiramiz Farida Afroz. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar. Men eng avvalo mana shu jannat makon vatanda tug'ilganimga, tomirlari qadim madaniyat tomiriga ulangan mard, tanti, hojatbaror o'zbek millatining qizi bo'lganimga ming bora shukronalar aytaman. Yana mana shu obod yurtimiz uchun, mana shu obod go'zal yurtimiz uchun, tinchlik, farovonlik uchun, yana qut baraka uchun, mangu ozodligimiz, hurligimiz, mustaqilligimiz uchun va ayniqsa bugungi she'riyat kuni uchun, bu e'tibor va e'tirof uchun muhtaram prezidentimizga ta'zim qilaman. Bu ta'zim o'ylaymanki mana shu yerda o'tirgan shoirlar, shoiralar, do'stlarim, qadrdonlarimni ta'zimi deb o'ylayman. Yana mana bugun she'r eshitish, qo'shiq eshitish ishtiyoqi bilan kelganlaring uchun ming bora sizlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'yladikki, gapni ochig'i she'r eshitgani unchalik odam kelmasa kerak deb qo'rqqan edik. Lekin hozir bu koshonani to'lib turganini ko'rib boshimiz osmonga yetdi. Rahmat sizlarga. Zero 18 ming olamni ham 18 ming olam ichida 18 ming olamni ham so'z yaratdi. Bo'l dedi va bo'ldi. Odamizod esa kuy bilan dunyoga ko'z ochdi. Shunday ekan, bugun mana shu kuy va qo'shiq kechamiz, diydor kechamiz, ko'ngil kechasi hammamizga muborak bo'lsin. Yana bir bor xush kelibsizlar. Ta'zim qilaman sizlarga. 20 ga kirdi. Istiqlol o'g'lim 20 yoshdadir. Qizim hurriyat. Men nega quvnamay, faxr etmay ayting, ortimda tog'dayin turar himoyat. 20 ga kirdi. 20 ga kirdi. Shuhrat ham, shon ham 20 yoshdadir. Kamolat, sharaf, jahonga nur sochar o'zbek degan nom. Shu nomla iftixor, g'urur har taraf. 20 ga kirdi. 20 ga kirdi. Tinchlik, totuvlik 20 yoshdadir. Surur, xotirjam surur. Qushlar uchib o'tmas, tog'lardan oshdik. Cho'q yetmas, o'q yetmas cho'qqimiz, qoyamiz mag'rur. 20 ga kirdi. Jonimning yoshi 20 yoshdadir. Qo'shig'im bayot. Dilimni kuyladim, dilimni chaldim. Go'zal bo'ldi, go'zal bu hayot. 20 ga kirdi. Bu buyuk vatan 20 yoshdadir. Yurtboshim sulton, shul bois g'ayrattuh, shijoat qomus, shul bois navqiron, mangu navqiron. Dalaning qoq o'rtasida, saraton mavjida, tut soyasida, go'dagini bag'riga bosgan juvon mening vatanim. Paxtasining gullarini o'pib, har egatga jon terin to'kib, ko'sagining kulganin ko'rib, ko'zlariga yosh olgan dehqon mening vatanim. Yoz chillasi doshqozonida, qovurdoqday qovurib, garim selda sovurib, shimolga ham shaftoli tutgan bog'bon mening vatanim. Babosining belbog'in adolatning bayrog'i qilib, halol, halol, halol deya raqibini kuragini
yekka bosgan polvon mening vatanim, millatim, iffatim, oriyatim deb, niyatimdir pok niyatim deb, dishlik muddaomdir pok niyatim deb, Temuriy tulporin minib, ko'kragini o'qqa tutgan sulton mening vatanim. Eng baxtli odam har kunni bir kunini bayram qilib yashay oladigan odam ekan. Ruh shamoli tanni qaqshatdi. Chaqmoq vujud olov sachratdi. Kecha yoqqan yomg'ir charchatdi. Kel, bugunni bayram qilaylik. O'tgan kunim nadomat armon, orom bilmas sargardon bu jon. Esiz umr, o'rtada sarson, kel, bugunni bayram qilaylik. Azal zonga, jonga, zavol andisha. Bu dunyoda yolg'iz ishq pesha, ayrilmoqqa o'chmiz hamisha. Kel, bugunni bayram qilaylik. O'pib tursa sochlaringni nur, baxt neligin kapalakdan sur. Ne bo'lsa ham tur, o'rningdan tur. Kel, bugunni bayram qilaylik. Axir seni ko'rganim tushmas. Xayolingsiz xushlarim xushmas. Osmon sinib zaminga tushmas. Kel, bugunni bayram qilaylik. Bir xo'rsinsam qaytib kelar soy. Ayt tilaging, ayt deb kelar soy. Qaytib jonni qayerdan olay? Kel, bugunni bayram qilaylik. Ertan balki armonlarga so'z. Ish qismati ikkimizga roz. Men entikib chorladim xolos. Kel, bugunni bayram qilaylik. Dunyoning barcha muqaddas kitoblarida so'zning tabarrukligi e'tirof etiladi. Bir yangi qo'shiq yaratish uchun ma'qul so'z qidirganlar. Ana shu ulug' ustozlar qatori men hozir davramizga taklif etmoqchi bo'lgan xonanda ham so'zni mo'jiza deb biladi. U har bir so'zga qalb ko'zi bilan qaraydi. Har bir qo'shiqni tafakkur va farosat chig'irig'idan o'tkazishga intiladi. Vatan, millat, yor va diyor bilan aytiladigan qo'shiqlar ana shu dunyo qarashdan turib kuylanadi. Vatanni sevmoq iymondandir degan pokiza niyat unga va uning qo'shiqlariga hamisha hamroh bo'ladi. Kutib oling, O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. Nima qilsam og'rimaysan, kaftatay gulga uray. Nima qilsam yig'lamaysan, tiling bo'lsa aytgin axir, ketaylikmi osmonlarga. Odam yo'q, ozor yo'q, bozor yo'q tomonlarga. Ey dil, nima qilay, nima qilsam og'rimaysan. Şebnem değil, tokdiler kül. Tarık değil, saçdiler kül. Herkes haklı, pazarda. Savda kılmay, satdiler kül.
nima qilay nima qilsam yig'lamaysan sen yig'lasang odam xarob bo'ldi xarob bo'ldi xarob bo'ldi odam xarob bo'ldi ey dil nima qilay nima qilsam og'rimaysan ey dil nima qilay nima qilsam yig'lamaysan ey dil seni qo'msam ko'zlar hayoldanam o'shanda bir ko'ribman oromimni o'g'irlagan ko'zlar hayoldanam o'shanda bir ko'ribman oromimni o'g'irlagan ko'zlar 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 bunday qaro ko'zlar 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 bag'rim yara ko'zlar 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 bunday qaro ko'zlar 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 bag'rim yara ko'zlar olislarda nigohim sening otash nigohing izlar nogoh chiqar tilimdan ohimni ko'rganimda bu jodi ko'zlar olislarda nigohim sening otash nigohing izlar nogoh chiqar tilimdan ohimni ko'rganimda bu jodi ko'zlar 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 bunday qaro ko'zlar 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 bag'rim yara ko'zlar 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 bunday qaro ko'zlar 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 bag'rim yara ko'zlar
için aşığın tayyordur. Çöktürse